Poy quvvat budjeti nima va nega muhim? Keling, tez va oson tushuntirib beraman. Bu Pixitech S2790G 48TX Poy boshqariladigan L3 kommutator. Bu gigant bir vaqtning o'zida IP kameralar, Wi-Fi kirish nuqtalari va IP telefonlarni quvvatlantira oladi. Uning Poy budjeti 740 Watt, demak ulangan barcha qurilmalarning umumiy quvvati shu raqamdan oshmasligi kerak. Masalan, 20 ta kamera 12 Wattdan 240 Watt. Ustiga 10 ta Wi-Fi nuqtasi 20 Wattdan yana 200 Watt. Hammasi bo'lib 440 Watt. Barcha qurilmalarga yetadi. Agar hamma qurilmalarning umumiy quvvati 740 Wattdan oshsa, ba'zi qurilmalar umuman yoqilmaydi. Injenerlar qiladigan asosiy xato umumiy budjetni hisobga olmaslik. Natijada kameralar o'chib qoladi, Wi-Fi ishlamaydi. Muammo kommutatorda emas, aksincha noto'g'ri hisob-kitobda. Har doim quvvat zaxirasi bilan kommutator tanlang. To'g'ri kommutator tanlash uchun hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling. Menejerlarimiz sizga kerakli maslahatlarni berishadi.